Ertaga ham syomkam bor. Uxlayman deb o'tirdim. O, mana hammaga salom aziz do'stlar. To'g'ri aytolmayman o'zi. Hurmatli tomoshabinlar. Bo'ldi. Ну да. Hozircha yodlagan so'zlar shu. Голубая чашка, голубая. Biz hamma muammo bo'ylagan. Men bilmayman, qichi boy bo'lmaganman. Mayonezdan tashqari hech nima yo'q-ku? Yaxshi por shundan anaqa ma'lum. Yo'q narsadan bor qiladi. Помидор. Sanalganmiz ikkita. Yeb bo'lmaydi. Lo'liga ham o'tasan. Indusga ham o'tib ketasan. Всё коричневое. Ага. Зато красивая. Azgina kultur qilaylik. O'zingiz qilgansiz-da, o'g'lingiz. Instagramda meni ko'raverib charchaganlar, battar bo'linglar. YouTube'da ham men shu yerdaman. Bizani nima ovqat loyihamizni birgalikda kuzatayotganingizdan juda ham xursandmiz. Yoqayotgan degan umiddaman. Navbatdagi mehmonimiz. Meni qadrdon do'stim, talantli aktyor, вообще молодец. Aliyev Muhammad Ali qarsiylar derdim o'zim chalaman faqat. Ana. O, mana hammaga salom aziz do'stlar. Shu joyda hozir o'zimizda turgan 200 to'platib keldim. Молодец bo'lish kerak. Men просто ahamiyat berganim, sizni katta fanatizman и har bitta ko'rsatuvni, har bitta sonini ko'rganman. Hech kim sovg'a olib kelmayapti. Вот men sizga mana shunaqa sovg'a olib keldim. Sizlarning studiyalarda tursin, chiroyli joyda. Shu joyda Qalay kompozitsiya? Kompozitsiya zo'r, chunki o'zimiz sotib olganmiz bu kompozitsiyani yoqqaniga olgandik o'zi aslida. Sovg'a qayerdan olingani farqi yo'q. Sovg'a kelgani hisob. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Отлично. Buni olib turamiz. Yo, tursin. Tursin. Chiroyli bo'ladi, ha, sovg'am-ku. Yengil. Olib tura qolaylik. Ha, mayli. Aziz tomoshabinlar, hammaga salom. Bugun biza bu ko'rsatuvda ajoyib taomlar tayyorlaymiz. Umid qilamizki, sizlar ham zerikib qolmasdan kuzatasizlar. Biza tayyorlayotganimizni to'g'ri aytolmayman o'zi. Yaqinda to'ydagi boshlovchilar sizlarni sekin chetga surib qo'yadi, menimcha bunaqa diksiya bilan. Ha, yaxshimi? Zo'r. Серьезно? Двойной лайк. Boshlab yuboraymi realni, boshlovchilikni? Да, почему нет? Hurmatli tomoshabinlar. Bo'ldi. Ну да. Hozircha yodlagan so'zlar shu. Qolganini yodlamaganman. Xullas, bugun nima taom tayyorlaymiz deb so'rash kerak edi, shu yerda. Mendanmi? Yo'q, menda. Ha, nima taom tayyorlaymiz aziz aka? Nima tayyorlab qo'ydik? Endi Alina sportga qiziqishi juda ham kuchliligini ko'pchilik biladi. Men ham shu jumladan, chunki men sportni yaqinda boshlagan bo'lsam, mana bitta motivatorlarimdan shu. Shunga такой легкий avokadoli salat. Ana bo'lmasa. Такой. И овощной va tovuqdan qilingan chopli shashlik такой. Duxovkada pishadigan. Mana ko'mirda pishirilgan. Xitoycha shashlik. Xitoycha dechadimi? Biz kichkina bo'ladi, to'g'ri? Nima aytiladi? Qanaqa aytiladi? Xitoycha aytiladi, kommentariyada yozinglar, men bilmayman qanaqa aytilishini. Bo'ladimi? Bo'ladi. Go. Boshladikmi? Tak, choydan boshlaymiz. Choyga qaysi chashkaga qo'yib bering? Rozovый, голубой. Men boshida aytdingiz, rozovый deb aytaman deb. Ish qopti. Голубая чашка, голубая. Biz boshida bo'lishib olmaymizmi? Kim nima qiladi? Masalan, siz tovuq filesini turist, men bu yerda salat yoki qanaqa? Mehmon hammasini qiladi. Bizda mehmon otangda ulug' degan anaqa ibora ishlatilmaydi. Katta, kichkina. Qaysi biri? Bilmayman, o'tay dili salatini yana-da. Salatda mehmonga topshiramiz. Shashliklarni menga, chunki asosiy ovqat shashlik bo'lgandan keyin отравление bo'lib, komandamiz u narsa bo'lib qolmasin. Chunki bizani syobочный protsessga Sirius Media javob beradi. Shashlikni tayyorlash nima? U просто bunda to'rab turib pishpashga yetib qorishingizmi? Shuni tayyorlash? Marinovka qilamiz mayonezlar bilan, paprikalar bilan. Boshqa mayonezdan tashqari hech nima yo'q-ku. Yaxshi por shundan anaqa ma'lum. Yo'q narsadan bor qiladi. Tak, bu anaqaniki, tovuqniki. Ha. Да, это для салата.
Произвольной формada. Произвольный. Как хочешь, Вот так. как тебе нравится, bemalol. Попки отрезаете или Да. saqlab qolasizmi на память? Не, ну я anaqa qilaman, maska qilaman aka yuzimga. Men в принципе qarayman, uyda ko'p ovqat tayyorlayman, rostdan. Ko'rindi hozir Bodir ikkingiz. Yo'q, rostdan, lekin umuman paritsa qilmayman. Masalan, podachasi qanaqa bo'ladi, ko'rinishi qanaqa, umuman paritsa qilmayman. Sizga важнami bu? Нет, ну, to'g'risini aytaymi? Ha. Estetika Ha, menga важный narsa. da. Chunki men ovqat qilaman, meni kontentim ovqat qilishdan iborat-ku. Shuning uchun men yaxshi ko'raman, chiroyli posуда bo'lganini, chiroyli podacha bo'lganini. Shuning uchun oshxonamda judayam ko'p. Har xilidan, to'g'rimi? Mana yog'ochli posudalar, bir nimalar. Да. To'radim, kelgan. Так, mana buni olasiz. Soling. Bu yoqqa soling. Soling. Xo'p. Xo'p. Endi Ama hech tayyorlamaganman bunaqa avokadodan. mana birinchi marta tayyorlayapmiz. Ada? O'shaning uchun nima bo'lsa bo'ldi. Avokadoni tozalang. Ijodda nima yengillik? Ijodda. Biza yaqinda bitta serial tugatdik. My 5 telekanalida ketadi. Kuzatinglar iltimos. Boylar ham yig'laydi. Alloh xudo. O'sha kamida boysiz siz. Men o'tda yig'laydiman. Bu avokado muncha zo'r, qarang. Men hech nima qilmayapman mana. O'zi chiqib kelyapti. Ana bizani xodimlar shunaqa zo'rda, anaqa mahsulot tanlashni bilishadi. Shu o'rinda mahsulotimizni bizga yetkazib beradigan insonlarga alangali rahmat va salom. Xullas, Xo'p, anaqa yig'laydi. Kim yig'layapti? o'tda boylar bor. Xo'p. Ular ham yig'laydi. Tushunasizmi? Ularda ham muammolar bor. O'zi hamma muammo boylaydi. Deyishadi-ku, men bilmayman, hech boy bo'lmaganman. Boysiz. Bilasizmi? Boysiz. Hozir falsafa ketdi. Да, конечно, hozir такой nay nolasini qo'yib yuborasizlar-da. Yo'q. Жив здоров. Ana. Руки, ноги есть, Ana. to'g'rimi? Ha. Нет? Есть. Stolika anaqalar bor, muxlislar bor. Это не эстетично, buni olib kesib tashlaymiz, Va нормально, bizda hamma narsa estetik. Apelsin давайте дальше. Shunaqa qilish kerakmidi? Yo'q. Yo'q-e? Yoniga termoqchi edik. Ну ладно, nичего страшного. Siz salat dedingiz-ku? Да, давай. Salat u aralash degani emasmi? Greko-rimskiydan. Qachondan siz greko-rimskiyni anaqasi bo'lib qoldingiz? Znatoka bo'lib Men qoldingiz. просто bilaman, что siz bilmaysiz. Aniq o'shaning uchun greko-rimskiy dori. Yaqinda Nashumevshiy novella chiqib keldi. Esingizda bo'lsa, pomidorchi. Sanalganmiz ikkita. Yeb bo'lmaydi. Kulamiz-ku. Men qancha kuldim uni ustidan, bilasizmi? Men Instagramga chiqib ham, storylarda ham, jonli efirda ham. Men ham video olganman, kulib. Rosa kuldik. Keyin bitta komanda menga bitta odam aytib qoldi. Men "Okey" dedi. "Siz o'sha novellani ko'rdingizmi o'zi?" dedi. YouTube'ga joylashgan. Ko'rdingizmi? "Yo'q" deyapman. Bitta kommentariyni ko'ring deyapti. Nima o'tdi desam, odamlar yozgan, mana deylik 2000 ta kommentariy. Mana bunaqa qilasiz-da. Любой bittasiga bitta to'xtatsangiz, menda ham shunaqa bo'lgan degan kommentariy chiqadi. Bu bor narsani olib chiqishganda, to'g'ri tam professionalni olib chiqishmagan yoki tam kulgiliroq chiqqan, aktyorlar repetitsiya qilmagan. Sal zajatiyroq bo'lib qolgan bir-biri bilan. Zinadan yiqilib tushgansizdan. U katastrofa. Bilaman, to'g'ri. Lekin общий demoqchiman. Ma'no, o'sha yerdagi narsa, u realni bor narsa ekan dedim men. Mana qarang, qancha qolib ketdi. Bu narsani buvimlar ko'rganda qancha apelsin qolib ketdi bo'lardi, ha. Bilasanmi, Mahamadida men shuni ichida derdilar. Choyga siqib yuborsangiz ham bo'ladi.
seriallaringlarni rosa viloyat ko'radi. Men ham o'zim serialda chiqqanman-ku. Men bilaman, viloyatga borsa haligacha necha yil bo'ldi-da o'sha serialga. Voy, siz ani ikkinchi otada o'ynagansiz-ku, ha, va siz singlimda o'ynagansiz-ku. Haligacha Ikkinchi otada o'ynaganmiz. Men ikkinchi otani original otasi bo'lganman. U Durdon opani seriali. Singlim ham Durdon opani. Durdon opa shunaqa молодецlar. Men ham ularning seriallarida chiqqanman. Как есть aytaman, menga yoqmagan ular bilan ishlash. Menga yoqmagan. U sabablari ko'p, u mayda sabablar, bunaqa hozir aytishli narsa yo'q u yerda. Yoqmagan deb aytib bo'ling. Bu yoqmagan, u в целом menimcha o'zlari ham biladi. Birinchi serialimda men Zebo Navruzovaning seriallarida o'ynaganman, lekin u serial bilmayman nima sabablarga ko'ra chiqmagan. Bo'ladi. Tsigan rolini o'ynaganman. Siz ham tsiganda chiqamiz. Bizlar anaqa dardimiz bor deydi. Keyin Durdon opaning ikkita seriallarida chiqdim, lekin o'tirib keladi Durdon opa menga qarab turib, "Astilla, ha" desam, "Sani внешностing qiziq ekan-da, sen lo'liga ham o'tasan, tojiga ham o'tasan, armanga ham o'tasan, ano indusga ham o'tib ketasan. Из тебя можно лепить", deyapti. Да, всё коричневое, ага. Zато красиво. Siz hech so'kishganmi? Hech qachon bo'lmagan. Yo'q, hech qachon bo'lmagan. Eplolmayapsan. Unaqa gaplar bo'lmagan. Hech qachon bunaqa narsa eshitganman, boshqalarda bo'lgan, u yerda bo'lgan, bu yerda bo'lgan. Boshqa rejissyorlardan ham eshitganman. Даже meni ko'zimni oldida ham bo'lgan shunaqa vaziyatlar. Rejissyor mana partnyori juda ham qattiq nima desa bo'ladi, so'kish u mayli, u juda ham qattiq bosim beradi-da, psixologik bosim. Men bilmayman, o'zini maqsadi bormi ularni, rejissyorlarni, ya'ni yoki boshqa. No, menda hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan. Buni prosta mana qilib tut emasmi? Papa. Kesa, mana shu kesasizlarmi shuni? Mana shuni ham kesasizlarmi? Qaranglar. Kichkintoy. Mana qarang, Aziz aka. Men cherini ikkiga bo'ldim. Xo'p. Siz esa qo'ziqorinni nimagadir artdingiz. Men artmayman. Siz nimaga artasiz? Endi mana bunaqa narsa-da, в принципе, po'stlog'i bilan tozalasa bo'ladi, qachonki siz bilsangiz, qanaqa o'stirilgan, qatdan что как. В целях безопасности deydi-yu. Odam o'zini sog'lig'ini o'ylagan holda tozalagan ma'qul. Ha, yo'q. И plus mana bu hozir oq qo'ziqorinida, svejiy qo'ziqorin. Ozgina tursa qorayadi-ku. Вот, qorayganini olib tashlamasangiz, ovqatingiz ham qovurgasangiz, misol uchun, qorayib ketadi-da. Это и эстетично chiroyli bo'lmaydi. Boya aytdim-ku, я люблю эстетику. To'g'ni mana shunaqa to'rtburchak shakliga kesdik. Endi bunga mayonez qo'shamiz. Ozgina paprika qo'shamiz. Shu ozgina-da, ha? Я надеюсь, bu shirin paprika edi. Ha? Kopchonniymi? Kopchonniykida kelyapti. Nima bo'lsa bo'l. Uka. Shirin. Yaxshi. Endi tuz. O'zi to'g'risini aytaymi? Umuman tovuqdan nimadir pishiradigan bo'lsangiz, marinovkasigacha mayonez ishlatinglar. Qo'rqmanglar. Mayonez yumshatib beradi, lekin buzmaydi hech qachon mazasini. Jo. Mana juda ko'p partnyorlar bilan rol, serial, kinolarda chiqqansiz, to'g'rimi? Top 3 ta eng sizga komfortli bo'lgan odam ayol kishilar bilan ishlash. И top 3 ta sizga не очень mayli, sababini so'ramaymiz, nima sababdan. Просто Yomonlar. yomon emas, uni o'zingiz diskomfortni his qilasiz-ku, по-любому. Ha. Anaqa plashatkada. Ha. Agar sababini aytib keta olsangiz, bujum radi. Top 3. Yaxshilar. Go, ketdim. Sitora Alimjonova top 3 ga kiradi. 1 2 3 deb o'rin aytmayman. Просто top 3 ga ichiga kiradi kashaga. Sitora Alimjonova вообще молодец. Men qoyil qolganman, до сих пор qoyil qolaman u qiz qanaqa ishlashidan. Kamila Gimandinova молодец, молодчинка. Вообще aqlli. Doim tayyorgarlik ko'radi, doim mana sahnadan oldin repetitsiya qiladi, boshqa qiladi, ishlaydi. Men yoqadi o'shaning uchun juda ham. И, наверное, вот kimni qo'ysam ekan? Shaxsana ham.
Shahsanem это unikum. Aysan emas. Aysan emas. Ну, двоюродный сестренка. Ha, sestrenkasi Shahsanem. Agar meni partnyorim bo'lsa, men xotirjamman, chunki bilaman. Men umuman tayyorgarlik ko'rmayman, допустим. Shahsanem umuman tayyorgarlik ko'rmasligi mumkin, lekin biz sahnadan chiqarib ola olamiz. Top 3 talik yomonicha. Keling, mana bunaqa deylik. Nekomfort. Yomon emas. Diskomfort. Menga diskomfortni. Yaqinda bitta serial chiqadi deyapman-ku, My5 telekanalida. Agar mabodo bir ko'zingizga tushib qolsa, bitta ko'rib ko'ringlar. U yerda men Moxloroy bilan rol o'ynayman. Moxloroy meni partnyorim. И u qiz молодец, на самом деле. U juda ham harakatchan. No, men o'zim partnyorimni, ya'ni o'sha qahramon Azizani boshqacha tasavvur qilganman. Tushunasizmi? O'qiysiz? Ha. Ko'rinish jihatdan xarakter. Bitta Farux, Aziza, mana bunaqa. Boshqacha tasavvur qilganman. И sizga uzr. Men hech qabul qila olmadim-da shu Moxloroy o'ynayotganini. Hech qabul qila olmadim. O'zi ham biladi. Masalan, Nima jihatdan? Ko'rinishi boshqacha bo'lishi kerakmidi yoki xarakter? Vibe bo'ladi-yu mana. Ko'rinish ham, u yerda hamma narsa kirib ketadi. Ko'rinish, o'zini tutish, otsenkalari men qabul qila olmaganman, xullas. Hozir parallelni uzr. Da. Так, 3 ta 4 ta qilib. Tushundim. Прекрасно esimda bor, nima xayollarimdan o'tgan, u bilan rol o'ynayotganimda, nima xayolimdan o'tgan. Yaqinda mana oзвучкаga borganmiz. Ko'rdim, bizani общий sahnalarni ko'rdim-da. Va shunaqa zo'r chiqqan. Azizga, ha. Men qarayapman, вообще umuman bilinmagan qanaqadir, o'sha menda qanaqadir negativ bor yoki unda qanaqadir menga nisbatan negativ bor. Umuman bilinmagan. O negativ bo'lgan. Negativ emas-u, men noto'g'ri aytib qo'ydim negativ deb. Bu negativ emas, biz endi hazil-huzul biz. Ano, diskomfort. Men не то yastuga yotib qoldingiz, tushunasizmi? Mana boshqacha matrasida. Siz o'rgangan matrasingiz yoki tam boshqa. Nu endi bitta narsa borda, hech kim sizni taassurotingizni оправдать qilishga majbur emas. Правильно? O'zingizga. Hech kim вообще hech kimga majbur emas. Kstati, shu joyda aytib o'tishim kerak. Men Ali bilan bitta serialda o'ynaganman. Ana qochib qol epizodim bo'lgan. Majbur bo'lishgan meni olishga, chunki meni rolimni o'ynash kerak bo'lgan aktyor kelmay qolgan. Shunaqa bo'lganmi? Men esimda yo'q. Xullas, mana shunaqa shaklda yangi yil tugadi, lekin anchalar davom etyapti. Mana bu qarang, mana bunaqa nechon mana bunaqa qilayotgan. Tekis qo'yasiz-ku siz uni. Ost siltirib qo'ymaysiz shu Танцы на стеклах, танцы нету правил. Necha? Настроенияsi yaxshi. Xullas, hamyoni dabdalasini chiqardi. Duxovkamizni qizib turibdi. Hozir hammasini duxovkaga nima deydi, joylashtirib jo'natamiz. Sababi sabzavotlarimiz ham, tovuq ham tez pishadigan narsa. Shuning uchun bir xil vaqtda jo'natib yuborsa bo'ladi. Agar siz mol go'shti, qo'y go'shti, tovuq qiladigan bo'lsangiz, mol go'shtini ozgina pishirib olib, ketidan tovuqni qo'yib yuborganingiz ma'qul. Chunki mol go'shti pishguncha tovuq kuyib ketishi mumkin. Ha, yo'q. Ну, tezroq pishadi. Baliq ham tez pishadi. Yo'q. Do'l duxovkaga joylaymiz. Qanchaga jo'natasiz? Mana 20 minut masalan. Uzog'i bilan 20 minut. O'ta kundan ham tez pishadi. Endi buni mas'uliyatli ish, juda mas'uliyatli. Здесь надо не запороть. Ha. Давай. Men teraman. Boshida go'sht, ustidan ovish. Yo'q, alohida. Farqi yo'q. Alohida. Yonma-yon. Mana opa. Endi bu go'zallikni qizib turgan duxovkaga 180 gradus yetadi. Bir 15-20 minutga tiqib yuboramiz. Bungacha salatimizni davom ettiramiz.
Надеюсь, это будет вкусно. Это не может быть невкусно, мне кажется, aka. Это же, ну, что это, овощи и мясо. Hoshvorini bitta sekret aytaman. Mana salatni list, iceberglarni ko'plab pichoqda kesadi. Bu noto'g'ri narsa. Bu narsalarni qo'lda yirtish kerak. Chunki metalldan o'zini kislotnosti o'tadi, to'g'rimi? Вообще, да. То есть qo'lda bering. Сейчас тебе покажу. Mana oldim, mana iceberg manda. Bu iceberg emas, bu salatni list. Bu salatni list, bu iceberg emas. Aha. Farqi nimada? Strukturasida, vkusida, hamma narsasida. Iceberg boshqacha bo'ladi. Iceberg Cezar'dagicha, uni krupni yesa qirs qiladi. Mayda qirs Bu boshqaroq. Bu есть latuk, есть olorosa. Bittasi yashil bo'ladi, полностью, bittasi mana qizil bo'ladi. Olorosa bu. Olorosa. Men buni yirtishim kerak. Xohlaganimcha. Mana bunaqa. Yana. Bo'ldi, tushundim. Ana salatni list yirtish bo'yicha jahon chempioni. Sho. Endi salat zapravkasini qilamiz. U uchun bizga anor sousi va zaytun yog'i. Qo'shing. Ну хотя buni oxirida qo'shsak bo'ladi, palachi payti buni qo'shing. Tuz. Qancha? Mana. Peshaning sho'rmi, sho'rmasmi? Bilmadim. Shu joyda hozir o'ylab gapiring, keyin bizani kuzatadilar. Qarang, ko'pmi? Yo'q, еще чуть-чуть. Yanami? Ha, чуть-чуть. Men lekin umuman qo'shmayman. Endi tuz mazza beradi-ku. Men ovqat tayyorlaganimda umuman tuz qo'shmayman. O'shancha hech yemayman ekan-ku o'zidan. No, faqat o'zimga ham tanlayman. Salat tayyorlashimiz sizlarga yoqmagan bo'lsa, o'rtoqlar, o'zingizlar tayyorlanglar-da. Bu sizlarning muammoinglar. И ko'rsatib beringlar, qanaqa qilish kerakligini. Na samim deylar. To'g'ri, shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Boya sabzavotlarni ham duxovkaga tiqib yubordik-ku. Ozgina tuz, ozgina yog' va ozgina paprika bilan birga aralashtirib marinovka qilib yubordik. Hech nima qilmaydi. Bu tabiiy hol. O'zimizning aybimiz, katta idish olmadik-da, kichkina idish oldik. Wow! Qanaqa zo'r. Bu hozir aktyorskiy igra bo'ldimi yoki haqiqiy? Yo, rostdan qarang, birinchi chiqarganingiz mana oppoq edi, hozir qizargan ozgina. Men sizlarga maslahat beraman. Uyda tayyorlaysizlar, mana shunaqa salatni listli salatlarni. Birinchi podushka qilib olish kerak. Bunda qo'l bilan olib, shu salatni list, mana zelenni. Keyin qolgan narsalarni ustiga qo'ying. Bo'ldi, uyda tayyorlaganimda qo'l bilan olib qo'yaman. Hozir esa mana kamerani oldida qoshiq bilan olib qo'ysam bo'ladimi? Olibdan yoqish kerak hozir. Yo'q, bo'ladimi o'zi? Mana qarang. Voy, mana qo'yibman o'zi. Nima ovqatni yoqqan holda mana parallelni biz ham bilan tayyorlab ko'ring-da. Xuddi sizlarni oshxonangizlarda biz ham bormiz. Ovqat qilgisi kelmay qoladi unda odamlar. Ustiga endi mana anor sousini bundan olasizlar-da. Ko'paytirib olmayman faqat. Super. Buni olib tursam maylimi? Qachon yeymiz? Azaka? Bizani ko'rsatuvimiz oti nima ovqat, qachon yeymiz emas, bu boshqa ko'rsatuv. Biz yemaymiz, ha? Yo'q. Biz faqat ko'ramiz, ko'rsatamiz. Men yegim kelyapti-da. O'qimasmidi bismillah. Issuvligidanmi, mazaligidanmi? Zo'r. Yaxshi pishdimi? Oshdan. Tuzlari o'tibdi, nima? Menda грудка nimaga har doim suxoy bo'ladi, bu suxoy chiqmadi. Такой сочненький. Mana o'sha zapravkasida-da. Hamma narsa mana shu zapravkada, to'g'rimi? Xuddi shunaqa mayonez bilan qilib, просто qovursanglar ham sochini chiqadi.
Gruzinkani o'zi sochini qilish qiyin masala, haqiqatan. Chunki ko'p sportsmenlar, mana sportsmen shotni biladilar. Gruzinkaga urishadi grechka bilan, lekin gruzinka mashti keladi-da, mana mashti keladi. Mashqa. Endi tovuqni ananas bilan sочетанияsi zo'r. Apelsin bilan sочетанияsi zo'r. Nok bilan sочетанияsi zo'r. Nobodosiga. Boshlang salatingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ne men birinchi boshlayapman? Chunki siz mehmonsiz. O'zingiz qilgansiz-da, u bildingiz. Вкусно. Прям намного лучше курицы. Salat shunaqangi zo'r chiqqan. Prям og'izda gapiryapti. Yaxshi ham, ya'ni kurica deyapti. Mashina gapiryapti. Va kamera ochgandan keyin salat yeysiz, biz tovuq yeymiz. Вообще bu Rozimisiz? bu avokadoma. Kim shunda bozor qiladi? Я его руки целовал. Xodimlar emas. Xullas. Endi siz yeb turavering, men xayrlashib olay. Да, давайте. Ага. Ali ovqatni ko'rsa, o'zini yo'qotib qo'yishini уже tushunmagandirsizlar. Shu sababdan men sizlar bilan xayrlashaman. Bizlar bilan birga bo'lganingizga juda ham rahmat. O'zbekiston kinematografiyasi yana bir pog'ona tepaga ko'tariladi degan umiddaman. Keyingi ko'rsatuvlarni ko'ringlar. Like, podpiskalar, kommentariyalar har ham tekin. Yozsanglar kartalardan mashinniklarga o'xshab pul yechib olmaymiz. Shuning uchun bemalol yozaveringlar. Endi shu o'rinda kommentariyada yozib ketaveringlar. Mayli, bu yeyversin, bola endi xursand bo'lgani yaxshi-da. Keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysizlar? Michael Jackson. Birgalikda Avoy, men yeyapman, uzr. kim bilan birgalikda taom tayyorlashimizni xohlayapsizlar. Bizlar bilan birga bo'lganingizga rahmat. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr. Hayır. Kelinglar. Mama yabzo chiqdi. Yo'q, Отвечай, qo'ying. faqat salazor chiqqanmi deb aytdi. Dama номер 1, номер 2, номер 3. Olinglar, kelinglar.